asosiy mavzuyimizning birinchi masalasi mana oddiy o'sha ABCD testda tushadigan masalalarning og'ir qiymatlaridan bittasi. Ekranni yaqinroq qilib bering, shuni kattaroq qilishda iloji bormi? Ko'rinsin faqat. Masalani qarang, mana. Men chetroq o'tib turaman. Demak, birinchi masalamiz shu. Eslatib o'taman, bugun juda ko'p masala ko'rmaymiz. Kamroq masala, lekin ichida bir nechta mavzuni o'z ichiga qamrab olgan bo'ladi. Bitta masalani yechish uchun nechta mavzuni bilishingiz kerakligi haqida tasavvuringiz ham paydo bo'ladi. Mana masala demak, fx teng ildiz x kvadrat minus 18x plus 85 plus x kvadrat plus 6x plus 25 funksiyaning eng kichik qiymatini toping. Xayolga birinchi keladigan narsa nima? Mana matematiklarimizdan so'raymiz. Funksiyaning eng kichik qiymatini topish uchun xayolga birinchi nima keladi? Bir yozish mumkinmi? Xayolga birinchi qanaqa usul keladi? 10 sekund vaqt beraman. Mana yozingchi qani. Grafik asosida ishlash kerak deyishyapti mana. Hosila, albatta, hosila keladi. Funksiyaning eng kichik qiymatini topish uchun hosilasini olib 0 ga tenglab turib, ekstrem nuqtalarini topib turib, o'ziga qo'yib o'sha o'sish kamayish oraliqlariga qarab turib topsak bo'ladi. Lekin tasavvur qilingda, mana buni hosilasini olib ko'ringda. Birinchidan hosila olayotgan paytingizda ildiz tepada 1/2 turadi. Mana iroda safari va hosila, azm zavqiy hosila. To'la kvadratga keltiramiz. Bitta bo'lsa to'la kvadratga keltirasiz. Bu ikkitada alohida ildiz turibdi. Ildizdan xalos qilish qanday qilib? Ko'paytuvchilarga ajratish hosila. Keling, mana bu yerga yozaman men. Ildizdan hosila. Ildiz ostida f turibdi. Hosila olamiz, nima bo'ladi qarang. Ildiz ostida f dan hosila olsangiz nima bo'ladi? Darajasi 1/2 bo'lgani uchun oldiga 1/2 tushadi, to'g'rimi? 1/2 tushadi. Va ichkaridagi funksiyadan f dan hosila olamiz, f shtrix bo'ladi. Ha? Keyin darajasi bittaga kamaysa, 1/2 dan 1 ayirsangiz minus 1/2 bo'ladi, mahrajga ildiz bo'lib tushadi mana. Mahrajga ildiz f bo'lib tushadi. Mana bu funksiyani qarang, hosil olsangiz nima bo'ladi endi? Tepasida hosilasi 2x minus 18 bo'ladi, pastida xuddi shu narsa paydo bo'ladi. Plus keyingisi ham shunaqa. Keyin uni 2 ta mana shunaqa. Plus yana 1/2, ha? Keyin tepada mana j shtrix, ikkinchisi funksiyani j deb oldimda. Ildiz ostida j teng 0 degan tenglama. Mana shu tenglamani yarim irratsional, kasr ratsional bo'lgan kasr irratsional tenglamani yechishingizga to'g'ri keladi. Bu bir dunyo vaqtingizni oladi. Yechsa bo'ladi. 20 minutlar yozasizda. Uzoq, yarim bet yozasiz. Ana endi men sizga bugun ba'zi bir narsalarni o'rgataman. O'sha yozishlardan xalos bo'lasiz. Bunaqa funksiyani ko'rib turib borki, shunda qarab turib yozmasdan yechadigan bo'lasiz. Teng 0 qilib yetdan ishlash. Xo'p, intervallar usuli debdi. Qarang. Bugun o'rganadigan narsamiz. Sal kattalashtirib bering. Pastroqqa tushirib, ekranda to'liq mana shu yozuvlar ko'rinsin. Ana, bo'ladi. Keling qarang mana. Ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat plus keyingi ildiz ostida s kvadrat qo'shib d kvadrat katta yoki teng qavs ichida ildiz ostida a plus d ni kvadrati qo'shilgan b plus s ni kvadrati degan da'vo qilyapman men. Mana shu ikkita yig'indi a ga d ni qo'shyapman mana. Buni kvadratdagi a ga bittasiga mana bundan boshqa bittasini qo'shib yuboryapman. Joyini almashtirish mumkin, sini ham qo'shish mumkin. Sizga qanday qulayligiga qarabda endi. Ongli ravishda qo'shasiz, o'zingizga dushman qilib qo'shmaysiz, yaxshilab qo'shasiz. B ga s ni qo'shilgan qavs kvadratlaridan doimo katta yoki teng bo'lar ekan. Keling shuni mana shu da'voni isbotlaymiz. Bular endi o'sha musbat sonlar deb tasavvur qilamizda, ikkala tomonni kvadratga oshiraman. Ha? Ikkala tomonni kvadratga oshiraman. Nega musbat son deb tasavvur qilayotganimda aytaman, masalaga qaytganda aytaman. Chunki u musbat edi. Kvadratga oshirdik. Demak, bu tomoni birinchisini kvadrati, ikkinchisining kvadrati a kvadrat plus b kvadrat plus s kvadrat paydo bo'ladi. Bu yerda ham kvadratga oshirilgandan keyin ildiz ketadi-da, qavslarni olsak a kvadrat plus b kvadrat, d kvadrat plus b kvadrat, s kvadrat paydo bo'ladi. Bu yerda ham paydo bo'lgan, bu yerda ham paydo bo'lganlari bir-biri bilan ana o'zimizda jaydari tilda aytganda yeyishib ketadi va mana bu yerda nima qoladi? Ikkalasining ko'paytmasining ikkilangani qoladi, to'g'rimi? Mana bu yerda 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. Ana. Bu tomonda esa 2a da 2b'si qoladi. O'sha ikkilar, o'sha ikkilarni men bo'lib yubordim. 2 ga bo'lib yuborish orqali 2 dan qutuldik mana. Ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat, s kvadrat plus d kvadrat, a da plus b dan katta yoki teng bo'lar ekan. Ana endi buni yana kvadratga oshirib yuborsak,
Mana bunday bo'ladi. Men buni qavsini ochib chiqdim. A kvadrat, C kvadrat, A kvadrat, D kvadrat va hokazo. Bu yerga ham mana birinchisining kvadrati, ikkinchisining kvadrati, ikkovini ko'paytmasdan ikkilangan. Mana bular A kvadrat plus B kvadrat bilan D kvadrat bilan mana bu yerdagi mana bu narsa ketdi. B kvadrat C kvadrat bilan mana bu bilan mana bu ikkalasi armiyaga ketdi. Kim qoldi? Orom aka armiyaga ketdi deb aytardi. Orom aka, shu yerdamisiz? A kvadrat C kvadrat va B kvadrat D kvadratlar. Bu ikkalasi nima bo'ladi endi? Mana buni bu yoqqa ayirishga o'tkazsak, 2AB'sini. Mana buni bu yoqqa ayirishga o'tkazsak, yaxshilab qarasangiz, -2ABC desangiz, A'si minus B'ni qavs kvadrati bo'ladi. Qavs kvadrat esa 0 dan katta yoki teng ekanligi so'zsiz, to'g'rimi? Uni hammamiz bilamiz. Bobur Rahmon biladi uni. Har qanday sonning kvadrati nomanfiy 0 ga teng yoki undan katta. Faqat 0 ning kvadrati 0 ga teng, qolgan barcha sonlarning kvadratlari 0 dan katta. Shundan xulosa chiqaramizki, men qilayotgan da'vo nima ekan? To'g'ri ekan. Mana bu men qilgan da'vo o'z isbotini topdi. Bitta narsaning kvadrati qo'shilgan boshqa narsaning kvadrati, ikkinchisining kvadrati, uchinchisining kvadrati katta yoki teng bo'lar ekan, aralashtirib turib qavs qilib kvadrat qilganimizdan katta yoki teng bo'lar ekan. Mana bu tengsizlikni ko'pchilik har xil domlaydi. Birovlar o'sha Koshibunakovskiyning qaysidir holi deydi. Minkovskiyning xususiy holi deb qarasa bo'ladi. Minkovskiy tengsizligining xususiy holi deb qarasa bo'ladi. Istagan nomingizni qo'yib oling. Minkovskiy tengsizligining xususiy holi deng yoki o'zingiz mana shu yerga nima deb nom De Caballero deb nom qo'yib oling ana. Nima farqi bor uni? Nima deb nomlashingizni? Mana shu tengsizlikni o'zingiz uchun bitta nom qo'yingda, webinardan o'rgangan tengsizligim deb nom qo'yingda, o'rganib olingda, ana endi boyagi masalaga mana shuni ishlatamiz. Qanday qilamiz? Mana funksiya berilgandi. Kattalashtirib bering iltimos. Ha? Ana. Ajoyib. Bo'ladi. Mana buni esingizda bo'lsa, bu musbat deb ketgandim-a? Bu musbat deb ketgandik. To'la kvadrat ajratingda x - 9 ning kvadrati qilsangiz 81 bo'ladi. 85 bo'lish uchun yana 2 ning kvadrati yetmaydi mana. A kvadrat plus B kvadrat bo'ldimi? Bo'ldi. Mana bunisi x plus 3 ning kvadrati qilsak, plus 9 qilamiz. 25 bo'lish uchun yana 16 yetmaydi. 16 ni 4 ning kvadrati dedik. C kvadrat plus D kvadrat bo'ldimi? Bo'ldi mana. Ana endi qo'shaman. Bu katta yoki teng, boyagi mana bu tengsizlikni ishlatyapmiz mana. Mana shu. Bu katta yoki teng. Bu yoqda aralash yig'indi. Mana bu bilan x plus 9 bilan, ha? Mana bu yerda x plus 3 ning yig'indisini oldim. Mana bu yerda 2 bilan, ha? 4 ning yig'indisini oldim mana. 2 bilan 4 ning yig'indisining kvadratidan doimo katta yoki teng ekan. Xo'p, endi mana shu yerda bitta narsani ko'rib qoldingiz-a? Bunaqa-ku degan savollar bo'ladi hozir. Hozir qani? Aha. Ajoyib. Qarang. X - 9imiz 1 yumalab 9 - x ga aylanib oldi-ya. Nega unaqa? Matematiklarimiz biladi, yoshlarimiz bo'lsa aytib qo'yaman, mana. A minus B ni kvadrati B minus A ni kvadratiga doimo nima? Teng. Shuning uchun buni men qo'rqmasdan mana bu x - 9 ni 9 - x deyishim mumkin. Va bundan keyin nimaga erishdim men? Men mana buni yana qaytarib joyiga qaytarib qo'ydim. Mana bu. Mana bu bo'ldi. Katta yoki teng minus x bilan plus x ketib qoldi. 9 plus 3 kvadrati 12 ning kvadrati, 6 ning kvadrati 144, 36 ni qo'shsak 180. Ilzosda 180 dan nima ekan? Doimo katta ekan mana. Mana shunaqa qilib, mana shu tengsizlik yordamida yechsak bo'ladi.